Aynan shunday qilib dunyodagi eng muhim moddalardan birini olish texnologiyasi amalga oshiriladi. Barchasi daraxt po'stlog'ini ehtiyotkorlik bilan kesishdan boshlanadi. Shundan undan sut rangiga o'xshash suyuqlik oqa boshlaydi. Keyin bu sutga o'xshash suyuqlik maxsus idishga tomchi-tomchi bo'lib sekin yig'ila boshlaydi. Idish to'lgandan keyin unga maxsus kislota qo'shiladi. Natijada yig'ilgan suyuqlik ivib, mustahkam rezinasimon tuzilishga aylanadi. Shundan so'ng hosil bo'lgan massa maxsus ilgaklar yordamida ajratib olinadi va olingan material tashqi ko'rinishi jihatdan jelega o'xshash sharni eslatadi. Keyin esa bu jelega o'xshash sharlarni yig'ib olishgina qoladi. Bir necha kundan so'ng daraxt o'zini tiklagach, jarayonni yana qaytadan boshlash mumkin. Ekranlaringizda ko'rib turgan bu modda lateks deb ataladi. Ahamiyati jihatdan bu modda neft bilan bir darajada turadi. Gap shundaki, bu material deyarli hamma joyda qo'llaniladi. Masalan, avtomobil shinalari ishlab chiqarishdan tortib turli xil kabellargacha. Biznesga ideya yoqqan bo'lsa, bu videoni saqlab qo'ying va bizga obuna bo'ling, chunki ma'lumotlarimiz odatiy emas.